Issiq suv tushguncha biroz kutib tur, dedi ayol. Mana, toza sochiq. Meni politsiyaga topshirasizmi? So'radi bola yuzini yuvayotib. Qo'rqma, yuvaver. Bunaqa kir holingda sen bilan ko'chaga chiqib bo'larmidi? Dedi ayol. Men uyimga yeyish uchun biror taom tayyorlash niyatida tinchgina qaytayotgan bo'lsam-u, sen esa sumkamga yopishsing-a? Uyingdagi kechki ovqatga ham kech qolding. Mening hech kimim yo'q. Unda birga ovqatlanar ekanmiz-da. Menimcha, qorning ham ochgandir. Axir shuncha harakat qilib ochqamay bo'ladimi? Men faqat zamsha tufli olmoqchi edim. Tufli olish uchun hamyonimni o'g'irlash shart emasdi. O'zimdan so'rasang ham bo'lardi, dedi Luilla xonim. Bir og'iz so'rasang bo'lardi-a? Rostdanmi, xonim? Yuzidan suv tomib turgan bolakay ajablanib so'radi beixtiyor. Ular jim qolishdi. Uzoq jimlik cho'kdi. Nihoyat bola yuzini artdi. Keyin nima qilishini bilmay sochiqni olib yana artdi. Eshik hamon ochiq. Bir harakat qilsa tamom. Qochaveradi. Ayol kursiga o'tirib birinchi bo'lib gap boshladi. Yoshligimda men ham imkonim yetmaydigan narsalarga ega bo'lishni juda xohlardim. Bola ajablanib ayolga qaradi. Lekin hech kimning hamyonini o'g'irlamaganman deyishimni kutyapsanmi? Yo'q. Bu haqda gapirmoqchi emasman. Shunday ishlar qilganmanki, imkoni bo'lsa ularni Xudodan ham yashirgan bo'lardim, o'g'lim. Xonaning narigi chetida gaz plita va muzlatgich bor edi. Ayol o'rnidan turib ular tomonga ketdi. Ortiga qaramadi. Ayol kursiga sumkasini atay tashlab ketgan edi. Bola uni hoziroq olib qochib ketishi mumkin bo'lsa-da, ayol ortiga qarashni istamadi. Bola buni sezdi va ayol uni ko'rib turishi mumkin bo'lgan joyga borib o'tirdi. U Luilla xonimning ishonchini yo'qotishni istamasdi. Do'konga chiqib biror narsa olib kelib beraymi? So'radi bola. Sut yoki biror yegulikmi? Shart emas. Sut ichging kelyaptimi? Menda qadoqlangani bor. Undan kakaoli ichimlik tayyorlab beraman. Ajoyib fikr, xonim. Ayol muzlatgichdan lima lovyalari va go'sht oldi. Yegulik, kakaoli ichimlik tayyorladi va hammasini dasturxonga qo'ydi. Ayol boladan uni noqulay ahvolga solishi mumkin bo'lgan qayerda yashashi, o'tmishi, yaqinlari haqida savollarni so'ramadi. Buning o'rniga u o'z kasbi, mehmonxonaning go'zallik salonidagi ishi, uni qanchalik sevishi haqida aytib berdi. Keyin oldiga keluvchi mijozlar, malla, qizil sochli go'zal ayollar haqida gapirdi. Bolaga shirinlik bo'lagini uzatarkan, yana biroz yeb ol, o'g'lim, dedi mehribonlik bilan. Ovqatlanib bo'lgach, ayol bolaning qo'liga $10 tutqazdi. Bunga o'zing xohlagandek zamsha tufli sotib olgin. Lekin keyingi safar bu xatoni takrorlama. Menga o'xshagan birortasining cho'ntagiga qo'lingni suqma. Oyoq kiyim orzusi oyoqlaringni yomon yo'lga boshlamasin. Bugungi kun sen uchun unutilmas saboq bo'lishiga umid qilaman, o'g'lim. Ayol uni tashqariga kuzatib qo'ydi va eshikni yopdi. Bola unga nimadir yaxshi gap aytgisi keldi, ammo munosib so'zlarni topolmadi. U ayolning uyiga kirib ketishini kuzatib qolarkan pichirlab, "Rahmat sizga" deya oldi xolos. Shundan so'ng ular boshqa uchrashmadilar. Nodira Begim Ibrohimova tarjimasi.